Zahiriddin Muhammad Bobur. Zahiriddin Muhammad Bobur Temuriylar sulolasining yorqin vakili, yirik davlat arbobi, harbiy sarkarda va adabiyot namoyandasi sifatida jahon tarixida muhim o'rin egallaydi. U 1483-yilda Andijon shahrida tavallud topgan. Yoshligidan siyosiy boshqaruv jarayonlarida faol ishtirok etgan. Bobur 12 yoshidan boshlab Movarunnahar hududida siyosiy ustunlikni saqlab qolish yo'lida harakat olib bordi. Samarqandni egallashga qaratilgan yurishlari Temuriylar davlatchiligi tarixida muhim voqealardan hisoblanadi. 16-asr boshlarida Markaziy Osiyodagi siyosiy vaziyat o'zgarishi natijasida Bobur Qobulni egallaydi va bu hududni o'zining asosiy siyosiy markaziga aylantirdi. Qobuldagi hukmronlik davrida Bobur harbiy boshqaruvni mustahkamladi, qo'shin tuzilmasini takomillashtirdi, mintaqadagi strategik imkoniyatlarni kengaytirdi. 1526-yilda Panipat jangida Dehli sultoni Ibrohim Lodi ustidan qozonilgan g'alaba Shimoliy Hindistonda yangi saltanat, Boburiylar davlatining tashkil topishiga asos bo'ldi. Bobur hukmronligi davrida markazlashgan davlat boshqaruvi yo'lga qo'yildi. Harbiy va ma'muriy tizimlar shakllantirildi. Ilm-fan va madaniyat rivoji qo'llab-quvvatlandi. Uning siyosiy faoliyati Hindiston tarixida yangi davrning boshlanishi sifatida baholanadi. Bobur davlat arbobi sifatida ham turli millat va din vakillariga nisbatan muvozanatli siyosat yuritgan. Bu yondashuv uning ijodida ham aks etib, adabiy merosi orqali jamiyatda totuvlik, barqarorlik g'oyalarini mustahkamlashga xizmat qilgan. Bobur ijodiy merosi turli millatlar va madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro hurmat, hamjihatlik va bag'rikenglik g'oyalarini aks ettirishi bilan alohida ahamiyatga ega. Uning asarlarida inson, xalq va jamiyat masalalari keng qamrovda yoritilib, turli millat vakillariga nisbatan ochiq va xolis munosabat ustuvor tamoyil sifatida namoyon bo'ladi. Jumladan Boburnoma asarida Markaziy Osiyo, Afg'oniston va Hindiston hududlarida yashovchi turli xalqlarning turmush tarzi, urf-odatlari, madaniy qadriyatlari batafsil tasvirlangan. Muallif turli elat va millatlarning yashash muhitini qiyosiy tahlil qilib, ularning o'ziga xos jihatlarini e'tirof etadi. Bu esa Boburning madaniyatlar aro muloqotga, ochiq dunyo qarashga ega bo'lganini ko'rsatadi. Zahiriddin Muhammad Bobur asos solgan davlat va qoldirgan ilmiy adabiy meros bugun ham jahon miqyosida e'tirof etilib, uning nomi davlatchilik, harbiy san'at va adabiyot tarixida munosib o'rin tutadi.